Va nihoyat o'sha sizlar kutgan kun keldi. Yana Shein Haul efirda. Juda ham og'irligi uchun birinchi qo'yib oldim. Ming afsuslar bo'lsinki, bu hammasi meniki emas va bu yerda где-то 70% onlayn magazinimdan kelgan zakazlar. Ularni egalariga jo'natamiz va men o'zim uchun zakaz qilgan narsalarni birga unboxing qilamiz. Okay, shunaqa qilib o'zimga zakaz qilgan narsalarni hozir topib oldim. Endi bularni ochamiz. Birinchi bo'lib eng kichkina narsadan boshlaymiz va bu meni Crocs'imga bunaqa juda ham asal Hello Kitty nima deydi? Aksessuarlar. Shirinligini qaranglar. Va, конечно, meni fan klubimni ismi Diamond bo'lgani uchun bunaqa diamondliklar ham oldim. Bitta rasmini qo'yib qo'yaman ekan qo'yganimdan keyin. Birinchi juda ham oddiysidan boshlaymiz va bu futbolka bo'ladi, скорее. Adashmasam shu futbolka. Da. Futbolka. Bu juda ham base oddiy futbolka. Oddiy futbolkalarim qarasam ko'plari qolmabdi, qolganini sinim uxlatib ketdi. O'shaning uchun yangi futbolka oldim. Kiyib ko'ramiz. Mana bunaqa ko'rinishda. Bilasizlar, har bitta qizda как minimum bitta qora va bitta oq, hech narsasi yo'q base futbolka bo'lishi kerak. Okay, keyingisi mana bunaqa тоже oq, lekin bu уже grafikli и конечно, как без off-shoulder. Daya hech qanaqasiga off-shoulderni yonidan o'tib keta olmaydi shundoq. O'shaning uchun yana bitta off-shoulder oldim. Chajan! Krasota. To'g'risini aytsam, bilasizlar juda ham ko'p off-shoulder olaman, lekin hammasi ham doim yaxshi bo'lmaydi. Bir xil paytlari mana bunaqa joyi tushganida, bu tarafi tushayotganida bu joyi bug'ib qo'yadigan qilib ko'rsatadi. Мне кажется, yubuchkalar bilan kiysa ham juda ham chiroyli turadi deb o'ylayman. Keyingi safar yubuchka bilan ham kiyib ko'rsataman. Va oxirgisi. Bu nima deb o'ylaysizlar nima? Ugadaychi. Birinchi hozir to'xtatinglar videoni va kommentariyaga yozib qoldiringlar. Qanaqa kiyim deb o'ylaysizlar? Da, off-shoulder. Lekin bu full off-shoulder, то есть nima deydi, полностью tushib turadi. Mili koreyskiy style bo'ladi-ku, o'shanaqa stilda juda ham yoqibdi. O'shaning uchun mana shunaqa bitta olib ko'rdim. Oh my god, look at this beauty. Ozgina qorni bor odamlarga ham, мне кажется, bu zo'r to'g'ri keladi, так как mana bunaqa yopishib turmagani uchun. Ozgina qorni bor odamlarga ham, мне кажется, zo'r to'g'ri keladi, chunki mana bunaqa joyi yopishib turmagani uchun такой более, nima deydi, ozg'inroq vibe beradi. И, конечно же, bu ham 100% xlopok bo'lgani uchun yozda даже qo'li uzun bo'lsa ham boshqa kiyimlarga o'xshab isib ketmaysizlar. Hamma olgan kiyimlarim menga bu safar ham juda ham yoqdi. Agar sizlar ham shunaqa kiyimlar zakaz qilmoqchi bo'lsanglar, mana onlayn magazindan zakaz qilsanglar bo'ladi. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.